insonlarda mana hozirda yoshni kattani tanlamayapti, buyrak kreatini va mochevinasini ko'tarilib ketishligi. Asli bu nimani oqibatda kelib chiqadi? Ko'proq go'sht mahsulotlarini me'yordan ortiq iste'mol qilib yuborish, undan tashqari qandli diabet, sahr kasalliklarini orqasidan keltirib chiqariladi. Undan tashqari ko'plab antibiotiklarni telba teskari olib qo'yiladi. Keraksiz paytda antibiotiklar iste'mol qilib yuboriladi. Bundan tashqari har xil og'riq qoldiruvchi dorilarni ba'zi bir turlarning hammasi emas, ba'zi bir turlar me'yordan ortiq noto'g'ri iste'mol qilishda oqibatda buyraklar shikastlanadi va qon filtratsiyasi buziladi. Shuni oqibatida buyrakda keragidan ortiq oqsil moddalar ishlab chiqarishni boshlaydi. Albatta bu qonni zaharlash, sidiy yo'llarini shikastlashdan boshqa narsa emas do'stlar. Shuning uchun inshaalloh hozirda ko'plab insonlar, yosh qarilarda bemalol sahriga ham, buyrakdagi mochevina kreatinini ham inshaalloh 3 oy, 4 oy, 6 oygacha davr mobaynida juda ham chiroyli shifo bo'layotgan albatta ravo o'simligi bo'ladi. Tabobat uslubi bilan nihoyatda foydali bu o'simlik. Ovqat o'rtasida 3 donadan 3 mahal biz berganmiz va maxsus o'zini damlamalari bilan birgalikda iste'mollarga berganimizda 1 oyda 30 kunlik rezultatlarimiz nihoyatda yaxshi bo'lgan. Shifo Allohdan do'stlarim, lekin sababi uchun albatta kimyoviy preparatlar bilan emas, balki xalq tabobati uslubini ham qo'shishlikni tavsiya beraman do'stlarim. Mabodo sizga ravo giyohi zarurat bo'ladigan bo'lsa, bemalol shaxsiy raqamlarimga murojaat qilishingiz mumkin.